Sigaret chekish mumkin emas uyda. Короче, men killerman. Men shu odam kim? Erim bo'ladi bu meni. Men shu yeringizni o'ldirishga keldim. Hozir top bermasangiz sizni o'ldiraman lekin, tushunmoqsizmi? Erim keldi, erim. Hay shu yeringizni o'ldirmoqchiman men ham keling. O'zi ichkariga kirsa seni ham meni ham o'ldiradi. Nima? Shikab ichidaman, yeri keldi. Garang yeri kelgan bo'lsa o'ldir shuni. Yo'q, bu bir chanqab. Bana qo'yasan topdim. Tushunmadim. Sen kimsan? Men killerman, seni o'ldirishga keldim. Meni o'ldirishga kelgan bo'lsang, meni xotinim bilan nima qilib turibsan bu yerda? Men sen xotiningga ishim yo'q, men seni o'ldirishga keldim. Xo'p, killerman. tushundim. Meni o'ldirishga kelgan bo'lsang, shkaf ichida nima qilib turibsan? Xotining aytdi, shkafchiga kiring dedi, men kirdimda men. Demak, senlar aloqang bor. Sen kimsan? Meni xotinim bilan birga o'tirasan uyda. Men o'zi killerman mana. O'ldirgan odamlarimda mana ko'ryapsizmi? Mana. To'xta aka, men ham erkak, sen ham erkak deb to'g'risini ayt, nima qilyapsan? Yo'q aka, men buni xotiniga hech qanaqa ishim yo'q meni. Men aka birov xotiniga ko'z olaytiradigan inson emasman. Ana men hozir bu bilan gaplashdim. Menga tushuntirdi, haqiqatdan killer ekan. Bu ko'rsatdi narsasi. Endi sen to'g'ri tushunda, bu endi ko'chada o'tirmaydigan bu ekran xotining shunday aytanda. Xotin? Bunga oldim ha. Bala bordim, talvishiga kelib, xotin yonida bala bormi senga? O, men uni o'ldirishga Og'zingdan qarab qoni, kesin. Og'zingdan qarab qoni kesin. Tez bo'ya.